Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tuvanda diqqatlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Amerika chiqadigan Xitoy ovoz to'rining 2024 yil 12 martdagi xabarda bildirilishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray Amerika Kengash palatasi axborot komitetining 2024 yil 11 mart kuni yer shari tahdidi to'g'risidagi isbotlangan yig'inida yana bir qatim TikTokning Xitoy Kompartiyasi tomonidan kontrol qilinganligini ogohlantirdi. Uning deyishicha, bu qisqasini o'rtaqlik supsi TikTok Xitoy Kompartiyasi kontrol qiladigan yumshoq detal bo'lib, bu detal Amerikaning davlat bexatarligiga zo'r andisha va tahdid olib keladi. Bu yana TikTokning Amerikada davomli tijorat qila oladigan yoki qila olmaydiganligiga munosabatli qonun loyihasining 12 mart kuni Avom palatasi tomonidan bilet tashlanish mumkinligi to'g'risida ma'lumot bergan. Kengash palatasi axborot komiteti dushanba kuni Amerika duch kelayotgan dunyo tahdidi to'g'risida yillik isbotlangan yig'in ochgan bo'lib, bu yig'inga Amerika axborot direktori Avril Haines, Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i William Burns, Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray va boshqa nurg'un axborot jamiyati rahbarlari qatorliqlar qatnashgan. Yig'in jarayonida ikki partiyaning rahbarlari hozir Amerika duch kelayotgan xalqaro tahdidning yanada og'ir va murakkab ekanligini o'tirib qo'ygan. Ular yana axborot jamiyatining texnik asosidagi xirislarga qanday javob qaytaradiganligi to'g'risida muzokara qilgan. Komitet raisi Mark Warner mundaq degan: Xi Jinping rahbarligidagi Jumhur Xalq Jumhuriyati xalqaro misli ko'rilmagan tahdid shakllantirdi. Texnika mustabidlikni yurgizib o'tdi. Xitoy bilan Amerikaning iqtisodiy o'zaro giralishib ketgan bo'lib, Amerikaning demokratik qimmat qarashi, Amerikaning rahbarlik o'rniga va dunyoviy organlar xiris qilib o'tdi. Xitoy hukumati kam ko'lamli to'liqlama berish va g'oyat zo'r mablag' selish kuchidan foydalanib, Telegram va Huawei ijtimoiy aloqa torlari va TikTok gen sonliq ma'lumotlar qatorliq bir qator muhim kasblarga rahbarlik yoki hukmronlik qilyapti. Komitetning muavin raisi Marko Rubio isbotlangan yig'inda yana bir qatim TikTokni nishon qilib, masala TikTok yoki uning sirlari emas. Asosiy masala uni qo'llaydigan algoritmning Xitoy shirkati tomonidan kontrol qilinishida. O shirkat tamoman Xitoy Kompartiyasining yo'l yo'riqi bilan xizmat olib beryapti degan. Cumhuriyetçiler Partisining vakili Mike Gallagher va Demokratlar Partisining vakili Raja Krishnamurti oldingi hafta o'tirib qo'ygan Amerikaliklarni chet el dushmanlarining kontrolligidagi qo'llanishchan programmalardan qo'g'dash qonun loyihasi, Amerikaliklarni chet ellik dushmanlarning kontrolligi va ta'siriga uchratayotgan qo'llanishchan detallardan TikTok qatorliqlarning Amerikada ishlatilishini cheklaydi ekan. Bu qonun loyihasi o'tirib qo'yilib 2 kundan keyin nihoyat tezlam Avom palatasi energiya va savdo komitetining birda qo'llashiga erishgan. Avom palatasining ko'p sonli rahbarlari seshanba kuni bu qonun loyihasini qarab chiqdi ekan. Bu qonun loyihasida ko'rsatilishicha, ByteDance'ga TikTokdan ayrilishga 180 kun vaqt berildi ekan. Agar ByteDance shirkati unda qilmasa, Alma, Google va boshqa shirkatlar TikTokni app do'konlarida mulozimat bilan ta'minlamaydi ekan va ByteDance kontrolligidagi applarni to'g'ri mulozimati bilan ta'minlamaydi ekan. Bu qonun loyihasi ma'qullangandan keyin rasmiy kuchga ega bo'lib, 165 kun ichida bu qonun loyihasiga qarta arz sunishga ruxsat qilindi ekan. Prezident Biden bu qonun loyihasini qo'llaydiganligini hamda parlament tomonidan ma'qullansa bu qonun loyihasiga imzo qo'ydiganligini bildirgan. Yer shari vaqt gazetorining 10 martdagi xabarda deyilishicha, Xitoy 14-navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyining vakili atalmish Xinjiangdagi namunalik boshlang'ich maktabning mudiri Qurbon Niyaz shanba kuni Yer shari vaqt gazetining ziyoratini qabul qilganda, Amerika faqat Xinjiangdagi kishilarning muqim jamiyatda baxtli yashashiga chidamaydi. Ular bu rayonning taraqqiyotiga turtki bo'layotgan har sohaga zarba berishga urinadi. Ular Xinjiangdagi kishilarga naf yetkazadigan har qanday kasb yoki mas'ulni nishonliq cheklaydi. Ular gullangan paxt sanoati va sayohatchilikka qarshi yolg'on tuhmatlarni qiladi. Ularning maqsadi Xinjiangni ko'zir qilib, Jungoning taraqqiyotini cheklash degan. Yer shari vaqt gazeti muxbirining majburiy emgak haqida so'ragan savollarga atalmish Xinjiangdan kelgan Uyg'ur millatidan bo'lgan ba'zi vakillar bu deyilgan majburiy emgak to'limi bema'ni gap. Ba'zi chet el axborot vositalarining yolg'on xabarlariga asosan Amerika hukumati gullanayotgan Xinjiangning paxta sanoatiga va paxta mahsulotlariga jazo yurgizdi. Ularning asosiy maqsadi Xinjiang xalqining yaxshi turmush kechirishining oldini olish va Xinjiangda avorchilik tug'dirishdan iborat deb javob bergan. Qurbon Niyazning ona til va madaniyat qirg'inchilik to'g'risida so'ralgan savolga Uyg'ur bolalarining Xitoy tili o'rganishidagi tunji natija shuki, u jamiyatning muqimligiga foydali. Chunki u o'xshamagan millatdagi kishilar o'rtasida o'zaro fikr almashtirish, aloqa va birlashishga yo'l ochadi. U millatlar ittifoqligini kuchaytiradi. Eng muhimi, u yerlik kishilarning ijtimoiy taraqqiyotini kuchlantirib, boshqa joylarga berib yashay olish uchun fursat tepishiga yordam berdi. G'arb davlatlari Xanzu tilini umumlashtirish programmasini madaniyat qirg'inchiligi deb atab, Jungo hukumatini haqoratlashga urindi. Amaliyotda maktablarda Uyg'ur tili ham o'rgatiladi. Uyg'ur xalqi uchun davlatning o'rtaq tilini o'rganish eng chong vatanparvarlik harakati. Taraqqiyotdagi eng chong fursat va eng chong kishilik huquq. Uyg'ur bolalariga nisbatan aytganda, Uyg'ur tilida so'zlash ularning faqat 10 million odam bilan aloqa qila oladiganligidan darak berdi.
Ammo Putinxoni bilish ularni 1 milliard 400 million odam bilan aloqa qila oladiganligini ko'rsatadi. Men bolalarning Putinga o'rganishiga to'sqinlik qiladigan har qanday qarorga qarshi turman deb qattiq raddiya berdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.